Assalomu alaykum, sizlar bilan doktor Azizbek. Hozirgi vaqtida hype bo'layotgan temani gaplashamiz. Gepatit B ni to'liq tuzataveradigan dori chiqyapti ekan, chiqib bo'pti ekan, tuzalib qolibdi ekan, shularga hammasiga javob beramiz. Real qarasak, 2024-yilda уже shu narsa shov-shuv bo'lishni boshlagan, odamlar qiziqtiryapti, qarasa tema уже в деле, то есть просмотр yig'yapti, накрутка bo'lyapti. Reja bo'yicha 2025-yil boshiga уже Amerikada chiqayotgan dori sinovlardan o'tib, qanaqadir nomini hech kim bilmaydi. Odamlar tuzatib yuborish kerak edi forumlarda. Biz gruppada ham qaynagan bu narsa. 2025-yil boshida chiqish kerak edi. Keyin o'rtasiga o'tdi, keyin oxiriga o'tdi, 2025-yil o'tdi. Endi 2026-yil boshiga ko'chirishdi. Hozir 2026-yilni e'tibor beramiz. Уже yana birozdan keyin уже 9-oyga o'tamiz. 2026-yil ham yopiladi, hech qanaqa natija bo'lmasdan 2027-yilga chiqadi deyishyapti. Shunaqa ketyapti-da. Insonlar realist bo'laylik, qaranglar-da. Gepatit B virusi DNK saqlovchi virus. U o'zini DNKsini jigar DNKsiga kirgizib oladi, jigar hujayrasiga kirgizib oladi. Hatto уже fabrika quradi, u fabrikaning vazifasi shu gepatit B virusini klonlab ko'paytirish. Bo'ldi, boshqa vazifasi yo'q. Jigar to'qimasini yeydi, zararlaydi. O'ziga o'xshagan gepatit viruslarini ko'paytirib, qonga chiqazadi, ular boshqa jigar to'qimasiga o'tiradi, yana ular vazifasi shu davom etaveradi. Virusga qarshi dori nima qiladi? Virusga qarshi dori jigar to'qimasini yemirib ko'paygan virus qonga chiqqanda qondagi virusni o'ldiradi. Qonda virusni o'ldiribdi, lekin jigar o'zidagi to'qima hali ketgani yo'q. Jigar o'zidagi to'qimadan qutulish uchun yo jigaringizni peresadka qilib alashtirish kerak. Qo'pol qilib gapirganda yoki o'sha jigaringiz zararlangan to'qimasini immunitetingiz kurashib, eritib, yo'q qilib tashlash kerak. Ya'ni hatto hech narsa qolmasligi kerak o'sha zararlangan to'qimadan. Undan keyin o'sha DNK bilan zararlangan to'qima chiqib ketgandan keyingina gepatit B virusi qoningizda dori ichishni to'xtatganingizdan keyin ko'payavermaydi. O'zim prezentatsiyasini ko'rgan hozir yangilikni sizlarga tashlayman, просто ko'rsataman telefonimda. Bitta yozib qo'ygan mana xulosa turibdi. 7-aprel 2026-yilda o'sh Libivirtuk muolaja boshlandi kasalda Xitoyda. Bu ukolni har 2 haftada bir marta qilgan, gepatit D virus yuklamasi pastlagan 68% ga, ALT'si 312 dan 93 ga tushgan. Muolaja davom etmoqda. Hozir 21-iyulda holatiga, bundan oldin bo'lgan holatlar ham qaranglar. Amerikada dori chiqazyapti ekan, sichqonlarda o'tkazyapti ekan, odamlarga o'tibdi ekan, bunaqa narsa bo'ldi. Endi bitta savol bermoqchiman-da, shu 312 ALT'si bor bemor oldin lecheniya olmaganmi? Kasali shunchaki tashab qo'yilganmi? Viruslari mayli nimadir qilib olsin, keyin biz dorimizda natijani ko'ramiz deb-da. Faqatgina shu dorini o'zini berilyaptimi? Ya'ni gepatoprotektor qanaqadir narsa qo'yilmayaptimi? Buni biz aniqlashimiz kerak-da. Har bitta internetda ishongan gaplaring, eshitgan gaplaringga sizlar xulosa qilib chiqazavermanglar. O'zi gepatit B to'liq tuzaladimi yoki yo'qmi? Bu juda aktual savol. Men ha deb javob beraman. Gepatit B ni to'liq tuzatib yuborish mumkin, imkoni bor. Faqatgina virus yuklamasi o'ta pastligidayoq o'sha dori berishni boshlash kerak, harakatni boshlash kerak. Biznikilar 2000 ta virus kutadi, 2000 tadan keyin 10 mingta bo'lmabdi-ku, mayli dori ichmay qo'yaver deydi yoki dori ichish boshlagandan keyin oilaviy sharoit bo'lmay qoldi, pulim yetmay qoldi deydi. Unaqada davolanib bo'lmaydi. Gepatit B virusiga уже siz virusdan ham aqlli bo'lishingiz kerak-da, tez boshlash kerak. Gepatit B virusi aniqlandimi, уже aniqlanganida уже surunkali formaga o'tib ketib bo'lgan bo'ladi. Masalan, o'tkir davrida aniqlansa, gepatit B virusi 60% gacha inson organizmidan to'liq chiqib ketishi mumkin. 60% odam, 100 ta inson gepatit B bilan og'rigan bo'lsa, o'tkir holatida aniqlanib davolash boshlansa, shu 100 tasida 60 tasi to'liq tuzalib ketadi. Umuman dori ichmaydigan holatgacha tuzaladi. Endi surunkali formaga o'tib ketib bo'lgandan keyin aniqlaganimizda 100 tadan 10 tasi to'liq tuzaladi. Qolgan 99 tasi butun umr dori ichib yurishga mahkum bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Qanaqa natija? O'sha surunkali formaga qachon o'tadi kasallik? 6 oydan keyin o'sha liboy kasallik surunkali deb hisoblanadi. Endi men sizlarga hozir o'zimizni bemor bilan erishgan natijamizni ko'rsataman.
Xo'sh, bemorimizda virus yuklama. Prosta ismini bekitib olaman, uzr. Analizni chiqazib oldim qog'ozga. Gepatit B PCR sonda 393 dona beryapti. Bemorimizda ALT, AST, bilirubin hamma-hammanasi normada, fibroskan normada. Hozir chislasini ko'rsataman sizlarga. Analiz topshirilgan chisla mana 19-mart 2025-yil. Ushbu sanada analiz topshirilgan. 393 dona virus man bemorga сразу protivirusный lечение, unga qo'shimcha ravishda hamma fermentlar normada bo'lsa ham kapelni yozyapman. Jigarga gepatoprotektorlar va immunitet ko'targani ukol ketyapti. Endi keyingi analizimiz qaranglar. Martda уже bemor dori ichib 93 ta virusga bu 4-iyun oldingi analizlarni topolmadim rostisi. 2025-yildagi mana gepatit son analizi уже отрицательный gepatit B virusi qolmadi, lekin bemor dori ichishda davom etmoqda. Ushbu bemorimizda ma'lum bir muddat o'tgandan keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, virusga qarshi dorini to'xtatishimiz kerak bo'lib qoldi. Dorini to'xtatdik. Dori ichishni to'xtatganlardan keyin ham уже PCR sifat отрицательный beryapti. Ya'ni PCR sifatga o'shani tekshirganmiz. To'xtatishlaridan oldin menimcha bir 5-6 oy bo'lib qoldi. PCR sifat negativ bo'lgan gepatit B ga, ya'ni qonda gepatit virusi umuman aniqlanmadi. Dori ichish to'xtatganlarga 6 oy bo'ldi. Bu yaqinda topshirilgan analiz qaranglar. 06-08, ya'ni 6-avgustdagi analizda ham toza. Ya'ni bemor уже dori ichmayapti, lekin unda gepatit B virusi aniqlanmayapti. Hozirda qarang. Bemorimizning goloslarini ham videoga qo'shishim mumkin. Xo'sh. Qaranglar hozir mana. Azizbek, qanday siz, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mana tahlil natijalari anovi men fevral oyidan beri dori ichganim yo'q, bilsangiz agar. O'tgan yili o'sha yoz oylari negativ chiqqandi. Umuman DNKsi aniqlanmadi chiqqan. Keyin yana qishga bir tekshirgandim, chiqmadi. Yana uyg'onibdimikan deb hozir tashlagandim. Yo'q, uyg'onmabdi. O'zinglar mana eshityapsizlar, ya'ni gepatit B virusiga уже fevral oyidan boshlab umuman dori ichmayotganlar. O'sha paytda negativ chiqqanda ham to'xtatilmagan dori, prosta yozda negativ chiqqan bo'lsa, fevralgacha ichganlar уже bahorda, mart oyida dorini 300 ta virusga boshlaganmiz, tushunasizlar? Virus soni muhim emas, kasallik bormi, сразу lechение qilish kerak, tuzatishga harakat qilish kerak. Mana keyin natijaga erishiladi. Bemorda men fibrozini oshishini kutmadim. Fibroz normada bo'lgan, 4-8 yoki 5 fibroz bo'lgan bemorda fermentini oshishini kutganim yo'q, virusini 2000 ta bo'lishini kutganim yo'q va natija beryapti. Ko'p kasallar уже kutadi-da. Yoki o'tkazib borib keladi. Nimaga dori ichmagansiz? 2000 ta bo'lishini kutdik virusi deydi yoki 3000 ta bo'lishini kutdik. U erta gap, qayerdan olingan bilmadim. Kasallik bormi, сразу davolab, сразу natija ko'rsatish kerak. Hatto farqi yo'q. Gepatit A, B, C, D hammasiga сразу lechение qilish kerak. сразу dorisini berish kerak. Shundagina kontrolni qo'limizga olib kasallikni butunlay yo'qotsak bo'ladi. Hatto biz Xitoydan keladigan dorini kutadigan bo'lsak, biz uchun Xitoylik yo Amerikalik nimadir qilib berishini kutadigan bo'lsak, uzr tong otmaydi. O'zimiz harakat qilib, o'zimiz davolashimiz kerak. Natijalar mana bo'lyapti. Bu birinchi bemorimiz emas, to'liq negativ bo'lgan. Bemorlar o'ta ko'p. Prosta nima deydi? Endi chiqazyapman bu videoni. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana qachondan bosib o'sha bemorlarga yordam berayotganim, shu 2022-yildan boshlab Telegram guruhi ochilgan bo'lsa, birorta tarixni o'chirilmagan, birorta natijani o'chirilmagan. Bemorlar odzivlari turibdi. Ko'rib, o'zingizlar xulosa qilishlaring mumkin. Qaydagi ertak yoki shunchaki yolg'on ma'lumotlarga ishonib umringlarni sarflamanglar, vaqtlaringizni sarflamanglar. Mana natija, mana tuzatish bo'ladi gepatit B ni. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab, sizlar bilan gepatolog Azizbek bo'ldi. Prosta ishonchli, sinalgan insonlar bilan, tajribasi bor insonlar bilan davolanish kerak. Men YouTube'da ish boshlaganimda, gruppa Telegramda ish boshlaganimda yo'q insonlar hozir 20 yil tajriba bilan, 30 yil tajriba bilan уже diplom olganiga 30 yil bo'lmagan, lekin shunaqa qilib turib Instagramlarda hammalar aldab, o'tini sotyapti, qanaqa dorisini sotyapti. Natija sirrozga o'tib ketyapti, kasallar rasvo bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Prosta aldanib qolmanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab, doktor